Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Mana bugun bularda o'zi apparatimizda ko'rdik. Bo'g'oz qisirligini urib qo'yganmiz o'zimiz. 2,5 oy avval bunga urib qo'yganmiz. Ganchdan friz urug'idan qo'ydik. Sut yo'nalishida. Bunimiz bo'g'oz edi. Bunisi 2 oylik bo'g'oz. Bunisini ham ko'rdik. O'zimiz urib qo'yganmiz. Simental urug'idan qo'yganmiz bunimizga. Mana ola sigirimizni bolasi mana. Ganchdan friz. Xudo xolasa yaxshi chiqqan bolasi. Bunimizni bolasi mana simental qo'yganmiz mana. Simental xunajincha mana bellarini ko'rasizlar mana. Ko'tlari hamma yo'q joyida mana. Shtoylari ham zo'r, shtoylari ham. Mana bunimizni hozir qochirdik buni. Angus urug'imizdan qo'ydik bunga. Gavdasi kichkinaligi uchun, jussasi kichkinaligi uchun, tug'ish oson bo'lishi uchun angus urug'imizdan qo'ydik. Keyin bu ikkala molimizni akalari bor ikkalasini ham. O'zimiz urug'dan qo'yganmiz bularni ham. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana molimiz ishi o'z urug'idan qo'yilgan. Ola sigirimizni bolasi bu. Haligi Galishton Friz xunajimda bu akasi bo'ladi. Bunisiga mana angus urug'imizdan qo'yganmiz. Sara molimizni bolasi. Mana urug'dan tushgan mollar, o'zgarishlari mana yeb ichishi, sog'lomlik. Mana mollarimiz esa mana mahalliy mollar bu. Bozordan olingan 13 million, 13,5 milliondan olingan bular. Hammasini yosh teng, mana o'zgarish. Urug'dan tushgan mollar mana zoti qanaqa-yu, mana mahalliy mollar zoti qanaqa, o'zgarishi deymi. Yem hammasi mana bir xil yemaydi hammasi. Hammasi bir xil yemaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Video egasidan so'radik aka, syomka qilamiz. Rozi bo'lasizlar, ko'z tegmasligi uchun mashalloh deb qo'yasizlar. Hammamizga shunaqa bishovskiy buqalarni baqish nasib qilsin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Obuna bo'lib, podpiska qo'yish esdan chiqmasin. Videolar chiqarishda davom etamiz.